Итак, здравствуйте, вы на канале Русский Плюс, и сегодня у нас на уроке притяжательные местоимения. То есть, притяжательные местоимениyalarni o'tamiz va bu o'zbek tilida egalik olmoshlari hisoblanadi. Ya'ni mo'y, mening, tvoy, sening, yevo, uning, yiyo, uning qiz bolaga ishlatiladi. Nash bizning, vash sizning, sizlarning yoki ih ularning. Теперь endi rodni o'zgarishini ko'ramiz va birinchi rod muskoy rod. Muskoy rodda mo'y, tvoy, nash, vash shakllari ishlatiladi. Ya'ni bu yerda mana shu olmoshdan keyingi kelayotgan so'zga qaraymiz. Dom muskoy rod, mo'y dom. Telefon muskoy rod, tvoy telefon. Kompyuter muskoy rod, nash kompyuter. Stol muskoy rod, vash stol. Endi женский rodda o'zgarishini ko'ramiz. Моя, твоя, наша, ваша ishlatilar ekan. Sumka женский род, моя. Машина женского рода, твоя. Парта женского рода, наша. Вода женского рода, ваша. Средний rod ko'radigan bo'lsak, средний rodda bizda moyo, tvoyo, наше, ваше ishlatilar ekan. Moyo окно, окно среднее. Задание среднее твое. Здание среднее твое. Время среднее ваше. Здание наше bo'ladi, да, правильно. Так, его, ее, их olmoshlari umuman o'zgarmaydi rod bo'yicha, ular qolaveradi. Ya'ni его дом, его машина, его окно. Ее телефон, ее ручка, ее задание. Их школа, их машина, их здание. Endi множественное числоda qanday o'zgaradi? Ya'ni farqi yo'q. Rodiga qarab hammasiga мои, твои, его, ее, наши, ваши, их bo'ladi. Мои дома, мои машины, мои окна. Дом мужской род, машина женский род, окно средний род. Va qolganlari ham shunga o'xshab ketaveradi. Xo'p, savol berganimizda qanday savol beramiz? Чей это дом? Bu kimning uyi? Muzkoy rodda этот. O'zi etot bo'lish kerak edi. Buni slaydda ko'rganda yana to'g'rilab qo'yamiz. Чей это дом? Bu uy kimniki? Че это машина? Bu mashina kimniki? Че это окно? Bu deraza kimniki? Чи это деньги? Bu pullar kimniki? Xo'p, spasiba za vнимание. Video yoqqan bo'lsa, tagiga like, kommentariy bosib qo'ying hamda do'stlaringizga ushbu videoni yuborishni unutmang. Spasiba za vнимание. Пока-пока.